Ajoyib. Ikkala sportchi ham alohida o'zining yonida qo'shiqchilar bilan chiqib kelyapti. Start. Ha, yoki bo'lgan media persona. Buni men yashirmayman. Ha, u kuchli sportchi, lekin baribir media persona. Ammo sport tomonlari anchagina o'sdi yoki bo'lgan. Anchagina o'sdi. Uning, ya'ni Yerki Bo'lanning MMA'dagi debyut jangini sharhlaganman. Undagi Yerki Bo'lan boshqacha edi. Va hozir MMA'da ancha o'sdi. Boksni yaxshilash, ya'ni tik oyoqda jang qilish, qo'l bilan jang qilish uchun u Amerikaga bordi. O'sha tayyorgarliklari jarayonida ham Bekzat Almaxan bilan birgalikda MMA'dagi boshqa bir qozog'istonlik sportchi, UFC sportchisi bilan birgalikda Amerikaga bordi, bokschilar bilan jang o'tkazdi. Ya'ni o'sha boksni yaxshilash uchun va o'sdi, lekin baribir mana shunday darajaga chiqdiki, u media bilan ham juda zo'r ishladi. Media shaxsga aylandi va shuning uchun ham uning jangiga qiziqish juda yuqori do'stlar. Yerki Bo'lan qozog'istonlik sportchi, pro boksda bittagina jangi bor. Sportchilar ham ringda. Albatta butun arena yurtdoshlarimiz Рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 500 граммов. Его профессиональный рекорд 12 боев, 9 побед, 4 из них одержан нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи. Он чемпион лиги хардкор боксинг, чемпион лиги хайп реалити из Узбекистана, Узбек Углона, верный сын узбекского народа из Ташкента. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling, Timur Nikulin. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFV Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Yerki Bo'lan. Bitta jangi bor Yerki Bo'lanning. Tiklanish arafasida do'stlar. Kuzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Yerki Bo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya ham. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Prof Box All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Yerki Bo'lan jab bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jab.
Nikolindan. Erkibo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Shapqol. Erkibo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bunday zarbalar e'tibor bering. Erkibo'lan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikolin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikolin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Prof boksda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Prof boksda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkibo'lan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz Erkibo'lan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erkibo'lan borib hurmat ko'rsatdi Nikolinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz sportchini. Kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raundda tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Ваши овации, аплодисменты боксера! В этом ярком поединке, которого так все долго ждали, на первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Erkibo'lan Erkibo'lan To'xtar
G'alabalar sonini 2taga yetkazdi. Ikkinchi jang. Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men bu yerda o'zimni uyda sezdim, uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bala o'yladi. Mana baladan so'ragan negizi. Bo'yni o's balaga bergan. Сөйткенде kimmen chiqqim keladi degan. Erkevan to'xtarmen dedi bu. Bu meni o'zining istoriyasida yozgisi keldi. A men buni o'zim istoriyama yozib ketdim. Bu o'yladim, какой-то aktyor Qozog'istondan kelgan. Bizda любой odam razgovrat bilmaydi deyman. Qanday rahmat. So'sin. 4 personaj uchun бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет. Мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Еркебұлан қайдасың дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады екен бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың! Face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Спасибо за вечер. Boksdam ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promotorlik kompaniyasi ketish kerak. Я уже подрался. MMA olamida bo'lsa tushunarli. Зия, рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голдом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Toshkent, dайте шуму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это